Bugungi tezkor axborot makonida davlat organlari faoliyatini jamoatchilikka ochiq, tezkor va ishonchli yetkazish, ommaviy axborot vositalari bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish muhim vazifalardan. Shu maqsadda viloyatdagi davlat organlari va tashkilotlarning axborot xizmatlari rahbarlari uchun strategik kommunikatsiyalar va axborotdan foydalanish imkoniyati mavzusida seminar-trening tashkil etildi. Tadbir Prezident administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi hamda UNESCOning O'zbekistondagi vakolatxonasi hamkorlikda o'tkazildi. Seminar davomida axborot xizmatlari faoliyatini zamonaviy talablar asosida tashkil etish, strategik kommunikatsiyalarni samarali yo'lga qo'yish, jamoatchilik bilan ochiq va tizimli muloqotni ta'minlash, shuningdek, ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqish masalalariga e'tibor qaratildi. Axborotdan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish, axborot erkinligi tamoyillariga rioya qilish, media muhitdagi yangi tendensiyalarni hisobga olgan holda kommunikatsiya strategiyalarini ishlab chiqish hamda turli axborot vaziyatlariga tezkor va professional munosabat bildirish bo'yicha ham amaliy mashg'ulotlar tashkil etildi. O'sha har bir davlat organi o'z faoliyatida nima qilyapti, nima ishlar amalga oshirilyapti, undan tashqari nafaqat qilingan ishlar, balki muammolar nimadan iborat, umumiy ravishda bu organ qanday tarzda ishlaydi. Mana shu har qanday ma'lumot aynan o'sha ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan ma'lumot hisoblanadi va bu nafaqat faoliyatga, balki o'sha davlat organi ichki tizimiga u qanday ravishda tashkillashtiriladi. Kerak bo'lsa o'sha maoshlargacha ham ma'lumotlar berilib turishi kerak, chunki bu o'sha ochiqlik ta'minlashni eng birinchi yo'li bu o'sha faol ochiqlik deyiladi. Mana shu jarayonlarda ham biz shu trening orqali muhokama etyapmiz. Chunki bu albatta matbuot kotiblari ham bitta o'zi mas'ul emas. Bu jarayonlarga albatta birinchi mas'ul bu o'sha davlat organi rahbari. Bu yerda ammo ular tashkillashtiruvchi shaxs sifatida albatta bu bilimlarga ega bo'lgan holda mana shu vaziyatlarni samaradorligini oshirish, bu jarayonlarda qanaqadir yangi tavsiyalar berish va umumiy tarzda mana shu jamoatchilik bilan kommunikatsiyani yanada ham yaxshilash bo'yicha o'z faoliyatlarini yanada yaxshiroq olib borish deb o'ylaymiz. Mashg'ulotlarda UNESCOning O'zbekistondagi vakolatxonasi tomonidan jalb etilgan xalqaro ekspertlar ishtirok etdi. Xalqaro miqyosda tan olingan mutaxassislar erkin fikr bildirish, ommaviy axborot vositalari erkinligi, media standartlari, professional me'yor va qoidalar yuzasidan xalqaro tajribalar bilan o'rtoqlashdi. Seminar-trening jarayonida ishtirokchilar nazariy bilimlar bilan bir qatorda axborot xabarlarini tayyorlash, media bilan muloqotni to'g'ri tashkil etish, jamoatchilikka aniq va ishonchli ma'lumot yetkazish hamda zamonaviy kommunikatsiya vositalaridan samarali foydalanish bo'yicha amaliy ko'nikmalarni mustahkamladi. Ta'kidlash joizki, bugungi axborot makonida tezkorlik bilan bir qatorda ma'lumotning aniqligi, xolisligi va ishonchligi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois axborot xizmatlari faoliyatini zamonaviy yondashuvlar asosida takomillashtirish davlat organlari va jamoatchilik o'rtasidagi samarali muloqotni ta'minlashning muhim omillaridan biridir.